Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring. Oilaviy poliklinikalarda tibbiyot xodimlari faqat to'liq stavkada faoliyat yuritadi. Farmonga ko'ra tajriba sinov loyihasi doirasida birlamchi tibbiy sanitariya yordamchi tizimida quyidagilar yo'lga qo'yiladi. Jumladan, oilaviy poliklinikalar, oilaviy shifokor punktlari, shu jumladan ularga filial sifatida biriktirilgan muassasalar hamda mahalla tibbiyot punktlari biriktirilgan aholi sonida kelib chiqib yuridik maqomga ega oilaviy poliklinikalarga hamda ularning filiallariga aylantiriladi. Oilaviy poliklinikalarda aholiga tibbiy yordam ko'rsatuvchi oilaviy shifokor, pediatr, akusher-ginekolog va tashxislar xizmatini ko'rsatuvchi mutaxassislar, shuningdek outsourcing asosida stomatologlar xizmat yo'lga qo'yiladi. Aholiga oilaviy shifokori erkin tanlash huquqi beriladi. Shuningdek, tibbiyot brigadasi 3000 nafar zarur hollarda belgilangan me'yorlarga qo'shimcha aholi biriktirilishi mumkin. Bunda 2030-yilga qadar bir tibbiyot brigadasi ko'pi bilan 1,7 nafar aholi biriktirilishi strategiyasi maqsad etib belgilanadi. Oilaviy poliklinikalarda tibbiyot xodimlari faqat to'liq stavkada faoliyat yuritadi. Oilaviy poliklinikadan 10 kilometrdan uzoq masofada joylashgan mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi aholi uchun tibbiyot xodimlarining sayyor tibbiy xizmati yo'lga qo'yiladi, deyiladi xabarda.